ruxsat berganingizga rahmat. To'g'ri. Yo, sizlarda javob yo'qligini ko'rib turibman-da. Sizlar xiyonatdan uzoqsizlar. To'ygacha xiyonatdan tashqari munosabatlar to'xtatilishiga nima xalaqit berish mumkin? Men aniq va dugonalarimning tajribasidan kelib chiqib maslahat beraman, bu yolg'on. Masalan, ikkita yosh bir-biri bilan gaplashadi va u yerda yigit mana bu yerda o'qiganman, mana bunaqa mashinam bor deydi. Bu yolg'on. Masalan, men bu siz bilan gaplashguncha xiyonatga uchramaganman deyishi ham yolg'on. Va munosabatlar mana shu yerda to'xtaydi. Yolg'on xalaqit beradi. Ha, xiyonat va yolg'on to'xtatishga sabab bo'lishi mumkin. Xiyonatdan ham birinchi yolg'on to'xtatilishiga shundoq taq to'xtatilishiga sababchi bo'ladi munosabatlar. Bundan ham battar holatlar bor. Masalan, bilmayman, endi nima deydi? Bilmaysiz. Va yo qarang. Точно to'xtatadigan. Qiz nos cheksa, точно to'xtaydi. Javob. Bilib qoldim bu javob. Любой отношение to'xtatiladi. Bu masalan, qiz bilan yigit bo'lamanmi? Точно to'xtaydi. Er xotin bo'lamanmi? Точно to'xtaydi. Chol kampir bo'laman ham, jonim tamom. Zo'r. Tamom, to'xtaydi baribir. Nos chekishini yashirgani o'sha yolg'on. To'xtadi.